Men Qo'shaqov Abdurahim 60 yoshdaman. Andijonda Baliqchi rayonidan keldim, Chinoboy shaharchasidan. Shu klinikani eshitib, men ko'p yillar mobaynida shu sahar diabet kasali bilan og'riyman. 13 yil bo'ldi. Shu internetda ko'rib, ijtimoiy tarmoqlarda. Keyin bir qo'shnimiz ham bizni mahalladan qilg'izgan ayol kishi 1 yil bo'ldi. Men ko'p kuzatdim bularni. 2-3 yil mobaynida. Oxiri shunga reshit qildim-da endi kelishga endi. Mana juda yaxshi hozir operatsiya bo'ldi. Hozir kelganimda saharlar 13-14 ertalabga. Atak 17-18 ga chiqib ketadi. Hozir bugun o'lchovdim, mana sahar operatsiya bo'lganimga 3 kun bo'ldi. 4 chiqdi. Endi hozircha shunaqa. Endi juda yaxshi klinika ekan. Men bu vrachlarga juda e'tiborli, juda yaxshi kollektiv ekan. Agar mana shunaqa kasallar bilan og'rib yurgan odamlar bo'lsa, kelib tavsiya qilaman, shu yerga kelib operatsiya qilib saharlaringizda normal holatga keltirib olsalaring yaxshi yashashga yaxshi bo'ladi keyin.